Assalomu alaykum hammaga. Cobalt mashinasiga akamiz kelgan, signalizatsiya, multirul hamma narsa qilingan. Magicar qo'yilgan paytda oyna ko'taruvchi blok ham qo'yilgan. Bu oyna ko'taruvchi blogimiz hozir endi biz qo'ymaganmiz buni, sal arzonroq varianti 150 mingligini qo'yib beryapmiz. Bundan yaxshi. Ko'plar aytadi, bundan zo'ri bormi deganlar uchun. Bundan zo'ri mana avto qo'yib beramiz. Avtoni blogi katta bo'ladi mana shuni. Keyin buni qo'shimcha funksiyasi ham bo'ladi. Agar Magicar qo'ydirgan bo'lsalaringiz, oynalarni tushirib qo'ygan funksiyalari ham bor. Ko'p sim ulanmaydi bunga. Stikerga tushadi. Mana hozir ulangan simlarini hammasini olib tashlab zavodga holatga qaytardik. Stiker kesilmaydi bittasi ham. Mana bu kesilgan holati. Buni endi olib tashladikda zavodskoy mana shunday blok qo'yamiz. Spy blok degani. Stikerga tushadi mana birga bir. Videoni orasida ham qo'yib o'taman hozir. Cobalt mashinamiz tayyor bo'ldi. Yaxshilab tahmid qilamiz. Avtosini bitta bosib boramiz, tushib ketadi. Bitta ko'taramiz, ko'tarilib ketadi. Xohlagan paytda to'xtatmoqchi bo'lsak, xohlagan kuni mana shu oldi knopkani bitta bossak, mana to'xtaydi. Avto bo'ladi, buni ko'plar biladi. Mana shu eshik avtoda ishlaydi. Qolgan 3 tasi o'z obishni ishlayveradi. Shu tomoni zo'r. Oynani tushirib qo'yib, hammasini tushirib qo'yib, quflasak oldi, orqa ko'tariladi. Ikkita oldi, ikkita orqa barobar ko'tariladi. Quflaymiz. Ikkita oldi, ikkita orqa barobar ko'tarib qo'yadi. Keyin buni AUX funksiyasi ham bor. Funksiyani bitta bosib, buni bitta bossak 4 oynani barobarga tushiradi. 4 oynani ozgina tushirib qo'ydi. Endi hozircha videoda ko'rinmayapti. Mana shundan bo'lsak bo'ladi. 4 oyna avtomatik hozir tushirib qo'yadi, havo aylanib turadi mashinamizda. Shu tomonlar juda ham qulay. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol telefon qilib kelaversangiz bo'ladi. Narxi ustanovkasi bilan 550 ming so'm atrofida bo'ladi. Agar Magicar qo'yilmagan bo'lsa. Pastda nomer qoldirib qo'yaman. Bemalol kelaverasizlar. Adres Toshkent shahri.